O'zim ham bu ishda anchadan beri plan qilayotgandim, ya'ni YouTube kanalimga videolar ko'paytiraman deb. Xudo xolasa, mana bugundan boshlab sekin-sekin videolarni YouTube kanalimda ko'paytirishga harakat qilaman va kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. O'rtoqlar, hammaga assalomu alaykum. Hozir sizlar bilan birgalikda Walmartga borib bozorlik qilamiz. Takoy 100-200 dollarlik bozorlik va ko'ramiz. Videoda davomi Walmartda bo'ladi. Mana Walmartga yo'l oldim. Ustaxonamizdan 1-5 minutlik yo'l. Qani ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. Ustaxonamiz oldida yo'lni remont qilishyapti, yangi asfalt bosilyapti. Aytgancha ustaxonamiz adresi Dayton, Ohioda. Adresini qoldiraman. Video ostiga yozib qoldiraman. Bemalol trak va treylerlar olib kelaverasizlar. Maintenance'larni, xizmatlarni qilib beramiz. Tire change deysizlarmi, oil change hammasini joyida qilib beramiz, xudo xolasa. Aytadi-yu, mahallamizda kimdir sportchi bo'lib chiqsa yoki olimpiadada yutib kelsa asfalt bosiladi deb. Shaxsan bizani ustaxonani ko'chasiga ham asfalt bosilyapmiz. Xo'p, o'rtoqjonlar, akalar, ukalar, opalar, singillar, Walmartga ham yetib keldik. Bizga pomidor kerak, donasi 50 sentdan ekan. Men oxirgi yetib kelganman, o'sha qolmabdi. Xo'p, 6 ta pomidor oldim. 50 sentdan qancha bo'ladi? Kommentariyga yozib qo'yarsizlar. Nima qilishga karam olamiz? Karam. Bu yerda aytyapti, karam $1.17. Bunga banan kerak. Bananimiz yarim kilosi 50 sent ekan. Yaxsini olamiz-da. Keyin nimagadir amerikanlar non yeyishmaydi, borib. Yo, bularda normalniy non topamiz. Mana shunaqangi bir g'alati jinnaketi nonlar bor. Machalkani devorga ochsiz yopishib bo'ladigan nonlar bor. Agar mabodo Walmartga kirib shirinlik pulini olmoqchi bo'lsanglar, men ikkita shirinligini tavsiya qilaman, yo uchta ekan. Bittasi mana bundan Tuxedo Bar Cake Market Site $14.5 ekan. Odatda bu $17 bo'lishi kerak edi. Arzonroq qolibdi. Bunisi bor, bu ham $15 va cheesecake. Mening eng nimada yoqtirgan cheesecake'larim, bunisi kattasi ekan. Mana shuni kichigi bor mana. Mana shunaqangi cheesecake'larni olib yesanglar bo'ladi, lekin o'ta shirin. Shirasi ko'p. Keyin hamma Walmartda ham halol go'shtlar bo'lmaydi. Tovuq go'shtlari bor, chicken, halol emas. Yo'da mol go'shtlari bor. Ba'ziga Walmartlarda ground beef deb qo'yadi. Borsanglar, o'sha yerda halol mol go'shtlari bo'lishi mumkin yoki qo'y go'shtlari bo'lishi mumkin. Ba'ziga Walmartlarda u ham hammasi emas. Keyin bizga tuxum kerak. 18 talik large. Olishdan oldin bir qator tekshirib olamiz. Tuxumlarni ham oldik. Endi keyingi navbat bas ko'ramiz. Keyin ko'pchilik Walmartda qatiq yo'q deydi. Qatiq mana probiotik. Ko'rsanglar, mana shu plain whole milk, mana shu chista qatiq bo'ladi. Biz $5.17 ekan. Nega tuxumlarning narxini bila olmadim, uni kassada bilamiz. Chunki narxlarni olib qo'ygan ekan. Suv 40 talik suv $5.47. Walmartda shunisi yaxshi. Biz 40 talik suv olaman desangiz, mana shu turish $5.5. Mana suvni ham oldim. Endi yana aylanamiz. Yana nimalar kerak bizga? Xo'p, o'rtoqlar, keyin sog'lig'imizga zarar bo'lgan gazli ichimlik koladan olaman. $13.97 ekan. 12 talik ekan. Biz shop tashlaganimiz uchun ko'pchilik bo'ladi. Shuning uchun mana bunaqangi одноразовый nima edi, vilka va qoshiqlar kerak bo'ladi bizga. Keyin kimda kim biladigan bo'lsa, mana bunaqangi Great Value brendi Walmartga tegishli bo'ladi va arzon yuradi. Qolgan nima deydi, tovarlarga nisbatan Great Value'ga arzon yuradi. Walmart o'ziniki. Bizga mana bunaqangi stakanchalar kerak bo'ladi. Xo'p, $4 почти. Furqondan yana bir nimalar olganman, Nutella olganman. Xilvarin olganman. Kanimdek rop barosa $100 bo'ldi. Men где-то 100-200 lar deganim. Bu $100 bo'ldi. O'rtoqlar, mana Walmartdan bozorlikda qilib sekin shopga qaytyapman, ustaxonaga. Borib endi pishir-kuydir qilish kerak. Mayli, ustakalarga ovqat qilish kerak dedim. Ular shunaqa. Meni kuzatishda davom etinglar. Kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar bilan tez orada yana yangi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana sekin shopga qaytyapman. Walmartdan bozorliklarda olganman, molasi. Va borib bu videoda men hali montaj qilishim kerak ekan.